Bu kasallik o'rta yoshda ham, yuqori yoshdagi insonlarda ham, yoshlarda ham uchrashi mumkin bo'lgan kasallik. Endi operativ davolanishda ham o'zini bir necha taksikalari bor. Oldinlari bu kasallikka yechim bo'lmasida, shunaqangi temirlar yordamida tiqib, temir yordamida kengaytirilib, bujlab qo'yilardi. Bu kasallik shunaqa kasalliki, har bitta erkak kishida bo'lishi ehtimoli bo'lgan kasallik. Buni sabablari, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan uretra strukturasi, ya'ni siydik chiqaruv kanali toraymalari haqida gaplashamiz. Bu kasallik erkak va ayollarda ham uchrashi mumkin bo'lgan kasallik bo'lib, asosan ko'proq erkaklarda ko'proq uchraydi bu kasallik. Xo'p, endi bu kasallikda o'zining shikoyatlari bo'ladi. Qanday shikoyatlar bizga bemorlar murojaat qilib keladi shikoyatlar bilan? Ko'pincha bemorlardagi shikoyat siydik bosimini pastlab ketganligi, siyganda tomchilab chiqishlik siydik undan tashqari siydik har qayoqqa sachrab chiqishi kabi shikoyatlar bilan bezovta qiladi kasallarda. Bu kasallik o'rta yoshda ham, yuqori yoshdagi insonlarda ham, yoshlarda ham uchrashi mumkin bo'lgan kasallik va ayollarda ham eng qizig'i uchrashi mumkin bo'lgan kasallik bu. Endi buni mana shikoyatlarni eshitib oldik. Ya'ni siydik bosimini pastlab ketishligi, tomchilab siyishlik, siydik har qayoqqa sachrab chiqishlik kabi shikoyatlar bilan bezovta qiladi. Buni diagnostika qilish usuli birgina rentgen, ya'ni uretrografiya tekshiruvi bilan bu kasallikni aniqlashimiz mumkin. Ya'ni siydik chiqaruv kanalining aynan qaysi qismida qancha santimetr toraygan va shunga qarab biz davo taktikasini tanlanadi. Buni davosi konservativ lecheniyasi afsuski yo'q. Buni faqatgina operativ davo bilan davolanadigan kasallik hisoblanadi. Endi operativ davolanishda ham o'zini bir necha taktikalari bor. Buni yana batafsil gaplashamiz. Xo'p, ayollarda ham uchrashi mumkinmi? Albatta, ayollarda ham uretra strukturasi uchrashi mumkin. Ayollarda ham xuddi shu erkaklarda shikoyat singari siydikni bosimi pastlab ketganligi, tomchilab chiqishlik kabi shikoyatlar bo'ladi. Va eng qiziqarli taraflardan biri, bizning klinikamizda ayol kishi urologimiz bor. Shu kasalliklarga albatta diagnoz qo'yib, kerakli chora-tadbirlarni, davolarni qilib beradi. Xo'p, endi erkaklarga to'xtaladigan bo'lsak, erkaklarimizda mana uretrografiya tekshiruvi qilindi, torayma aniqlandi. Oldinlari bu kasallik aniqlansa, bujlash, ya'ni teleskopik bujlar yordamida faqatgina shu siydik kanalini temirlar tiqib, maxsus kengaytirmalar yordamida kengaytirib qo'yilardi va afsuski bu vaqtinchalik yechim bo'lgan xolos. Ya'ni bemorlar shu amaliyotdan keyin 3 oy, 5 oy, 6 oygacha yaxshi bosim bilan siyib yurgan va shu vaqtdan keyin yana shu odatiy eski holiga, ya'ni tomchilab chiqish, bosimni pastlab ketganligi shu kabi shikoyatlar yana qaytalangan. Endi hozir mana tashrihlar ham rivojlandi, zamon rivojlangan singari. Hozir endi bukkal uretroplastika amaliyoti, ya'ni og'izdan material olib, shu toraygan qismiga shu materialni qo'yib, toraygan qismi kengaytirilish amaliyotlari bajariladi. Endi bu amaliyot odatda og'zingizdan lunj olib, material olib shu yerga qo'yamiz. Ko'pincha kasallar tushkunlikka tushadi, vahima bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Bu amaliyot unaqa qo'rquvlik, vahimalik amaliyot emas. Oldinlari bu kasallikka yechim bo'lmasida, shunaqangi temirlar yordamida tiqib, temir yordamida kengaytirilib, bujlab qo'yilardi. 6 oy, 7 oydan keyin yana qaytalansa, yana shu amaliyot qilib yurilardi. Oxiri oqibat ular ham umuman foyda bermay qo'ygandan keyin sistemik drenaj deymiz, ya'ni kindik ostidan quvuq sohasiga maxsus naycha o'rnatib qo'yish orqali bemorlar siyib yurgan avvallari. Hozir mana zamon rivojlandi deganimiz singari operatsiyalar ham rivojlanib, og'iz orqali lunj olib, shu toraygan sohaga shu lunjni qo'yish orqali siydik chiqaruv kanali kengaytirilyapti va bu operatsiya bir necha yillardan beri bizning klinikamizda bajarib, ustozlarimiz tomonidan mingdan ortiq bunaqa tashrihlar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Xo'p, endi buni odatda bizga kasallar ko'pincha keladi, o'rta yoshdagi yoki yoshroq bemorlarda ko'pincha tajribasiz mutaxassislar tomonidan aniq diagnoz qo'yilmasdan prostatit shikoyati bilan, ya'ni prostatit kasalligini davolab kelishgan. Vaholanki bu kasallik oxir oqibat o'zini asoratini beradi, ya'ni siydik bosimi pastlaydi, siydik qanchadir qismi siydik pufakda, ya'ni qovuqda qolib ketish natijasida oxir oqibat siydik tutilib qoladi yoki bo'lmasam siydik qopini, ya'ni qovuqni sezuvchanligi kamayib siydik pufagida hajmi kattalashib ketib qoladi. Natijada neyrogen qovuq deymiz, bemorlarga tashrih qilganda ham haligi qovuqni hajmi kattalashib ketganligi sababli bularga operativ davo ham foyda bermaslik holatigacha olib kelib qo'yishi mumkin.
Shuning uchun albatta malakalik mutaxassisga ko'rinishlarni tavsiya qilamiz. Bizni tajribamizda bunaqa holatlar ba'zida bo'lib turadi. Ya'ni kasallarimiz bir necha yillardan beri prostatit shikoyati bilan, prostatit holati bilan davolanib keldim boshqa mutaxassislarda deydi. Vaholanki uni tekshiruvlarni o'tkazganimizda uretra strukturasi aniqlanadi va operatsiyadan keyin bemorlar barcha shikoyatlardan xalos bo'ladi. Tajribamizda shunaqa holat bo'lgan. Bemor Rossiyada u yerda ham prostatitdan davolashgan, davolangan bir necha yillab shu yerda yashagan bemor va oxiri o'zimiz O'zbekistonga qaytib kelgan, u yerda ishlab yurgan bo'lgan bemorimiz. Bizga kelgandan keyin kerakli shikoyatlarni eshitib, tekshiruvlarni qilganimizda uretra strukturasi tashxisi qo'yildi. Bemor operatsiyani muvaffaqiyatli bajarildi bemorda va mana bemorimiz hozir sog'lom hayotda maza qilib yashab yuribdi. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, bunaqa kasalligi bor bemorlar albatta birinchi navbatda malakalik, tajribasi bor shifokorga ko'rinishi kerak va kerakli diagnoz qo'yilgandan keyin bemorlarga albatta to'g'ri sifatli yechim qilinsa, xudo xolasa bemorlar o'z hayot sifatini yana tiklab ishlarida davom etsa bo'ladi. Ya'niki bu kasallik shunaqa kasalliki, har bitta erkak kishida bo'lishi ehtimoli bo'lgan kasallik. Buni sabablari shamollash bo'lishi mumkin. Ba'zida bemorlar o'zi tosh kasalligidan keyin ham bunaqa kasalliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni toshlar uretradan chiqayotgan vaqtida uretrani shilib chiqadigan bo'lsa, ya'ni CD chiqaruv kanalini shiladigan bo'lsa ham bu kasallik bo'lib qolishi mumkin. Yoki qanaqangidir jarohatlar, travmalar yoki uretradan keladigan yiringlar, shun kabi shamollashlar hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Bu kasallikni aynan bemorda shikoyatini, bemorning o'zini eshitmasdan turib, sizda aynan mana bu kasallik hisobiga kelib chiqqan deb aytish qiyin. Shuning uchun buni etiologiyasi juda ham ko'p. Tosh kasalligi, uretrani yallig'lanishi, shu kabi holatlarda bu kasallar kelib chiqishi mumkin. Endi albatta buni oldini olish uchun shamollashlardan, har xil travma olishliklardan, har xil ya'ni fohishalarga borishliklardan desak ham to'g'ri bo'ladi. Ulardan shunaqa yuqumli kasallar yuqqanda uretradan keladigan yiringlar ham CD chiqaruvning kanalini torayishiga olib kelib qo'yadi. Xo'p, agarda siz va sizning yaqinlaringizda shu kabi kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizni Sog'lom avlod klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga sifatli yechim topib berishga harakat qilamiz.